Qiyomat qoyim bo'lganda xabarlarda kelinadi. Do'zaxga tushishligi vojib bo'lgan bandalar do'zaxga tushgandan so'ng shayton alayhi la'naga o'tdan bo'lgan minbar, o'tdan bo'lgan toj, o'tdan bo'lgan kiyim, o'tdan bo'lgan zanjirlar bilan zanjirband qilingan holda shayton alayhi la'nani olib kelinadi va minbarga chiq deydi. Va butun do'zaxga tushganlarga gapir ey shayton deydi. Shayton alayhi la'na minbarga ko'tariladi. Minbarga ko'tarilib o'sha jahannamda azoblanayotganlarga qarab gapiradi. Ey kofirlar, munofiqlar jamoasi deydi. Ya'ni do'zaxga tushganlar kim ekan? Kofirlar bilan munofiqlar ekan. Kofir deb turib, umuman dunyoda Xudoni borligiga ishonmay o'tdi. Ya'ni hamma yo'q ona tabiat dedi, ibodat qilmadi, Allohning borligiga ishonmadi. Kofir demak shu. Munofiq namozni ham o'qirdi, ro'zani ham tutardi, lekin qalbida Alloh taolaning borligiga u ishonmadi. U munofiq. Shuning uchun shayton aytayaptiki, ey munofiq kofirlar jamoasi, albatta Alloh taolaning va'dasi u haq edi. U qaysi va'da edi? Bi annakum tamutun, albatta o'lasizlar. O'lgandan keyin qayta tirilasizlar. Qayta tirilgandan keyin hisob kitob qilinasizlar. Hisob kitob qilingandan keyin bir toifangiz jannatga, bir toifangiz do'zaxga kirasizlar. Shu Allohning va'dasi, bu haq edi. Nima ekan? To'rtta narsa. O'lasizlar, o'lgandan keyin qayta tirilasizlar, qayta tirilgandan keyin hisob kitob qilinasizlar, hisob kitob bo'lgandan keyin bir toifamiz jannatga, bir toifamiz do'zaxga kirish. Allohning shu va'dasi, bu haq edi. Lekin men sizlarni vasvasa qildim. Ibodatni qilmay turaver dedim, vasvasalar qildim. Sizlar menga itoat qildilaringiz, meni yo'limga yurdilaringiz. Qilgan gunohlaringiz o'zlaringizni zararlaringga deydi shayton. Va aytar ekan shayton, kayfa la ta'buduna Alloha taala va huwa xoliqu kulli shay. Qanday ham sizlar ibodat qilmadilaringiz Alloh taolaga, u har bir narsani yaratguvchisi zot edi-yu. Nimaga Allohga ibodat qilmadilaringiz? Fala talumuni lumu anfusakum. Endi meni malomat qilmanglar. O'zlaring malomat qilinglar. Butun olamlarni yaratgan zotga nimaga ibodat qiladilaring? Men endi vasvasa qilsam meni yo'limga kirib ketaverasizlar. Bugun Alloh taolani azobidan na men va na siz qutula olmaysizlar. Men bugungi kunda sizlarni nima deb aldagan bo'lsam, nima deb va'da qilgan bo'lsam, gapirgan gapimni hammasidan tonaman. Chunki men olamlarning Robbisi bo'lgan Allohning huzuridan haydalgan, la'natlangan shaytonman. Shaytonning bu so'zini eshitgan kofir va munofiqlar la'natlashadi. Shayton alayhi la'nani minbaridan unga tobi bo'lganlarni hammasini Alloh taolo zaboniya farishtalarga buyurib, asfala safilin, jahannamning chuqurlariga uloqtiradi. Ularga o'lim yo'q. Ularda demak o'lim bo'lmaydi, azob to'xtamaydi. Demak Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi, ey insonlar, albatta Allohning va'dasi haq. Bas sizlarni dunyo hayoti sira aldab qo'ymasin. Yana sizlarni aldamchi shayton aldab qo'ymasin.